ko'krak bezi saratoni. Hozirgi paytda yoshlarda ko'krak saratoni bilan murojaat qilgan eng ko'p uchraydigan rak kasalligining turi ham bu ko'krak bezining saratoni yosharib bormoqda. Bu bugungi kunga kelib 50 yoshdan oshganlarning kasalligi emas, balki ko'krak bezi saratoni hozirgi paytda yoshlarda ham uchramoqda. Ayollar orasida eng ko'p uchraydigan rak kasalligining turi ham bu ko'krak bezining saratoni hisoblanadi. Nima uchun bunday? Sabablarini bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi faktor bu irsiy faktor hisoblanadi. Shifokor qabuliga kelgan, ko'krak saratoni bilan murojaat qilgan har bir ayolni anamnezini surishtiradigan bo'lsak, onasi, buvisi yoki xolasida albatta saraton kasalligiga uchraganlar mavjud bo'ladi. Bunday moyillik bo'lganda har qanday psixik travma bu holatga olib kelishi mumkin. Ikkinchi sabab, ko'krak bezlari gormonlarga bog'liq organ hisoblanadi. Gormonal o'zgarishlar hozirgi paytda juda ko'p uchramoqda. Bu faqatgina ko'k, ya'ni ichiladigan, homiladorlikdan saqlaydigan gormonal vositalarning tabletkalarini noto'g'ri, palapartish, bilib bilmasdan qabul qilishgina emas, balki noto'g'ri ovqatlanish, genno modifitsirованный oziq-ovqat mahsulotlarining ko'payganligi hamda oziq-ovqat mahsulotlari orasida tabiiy mahsulotlarning kamligiga bog'liq. Sut va go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda hozirgi vaqtda gormonlar juda ko'p ishlatilmoqda. Tovuqlarning tezroq yetilishi, o'sishi, semirishiga erishish maqsadida ichida sariq ikkita bo'ladigan tuxumlar hozirgi vaqtda populyarni bo'lib ketdi. Qo'y-qo'zilarning ikkitadan egiz tug'ishi uchun, hattoki sigirlarning sutini ko'paytirish maqsadida ham gormonlar ishlatiladigan bo'ldi. Biz bularni yeymiz. Organizmimiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan birga shu gormonlarni ham qabul qiladi. Yoshlarning ichki kiyimlarining tor tanqis bo'lishi, qon aylanishini, limfa ottokni buzadigan darajadagi va antiperspirantlar, tarkibida alyuminiy bo'lgan antiperspirantlar, har xil agressiv kir yuvish vositalari va idish-tovoq yuvish vositalari, azilit, soch bo'yoqlari va hokazo turmush tarzimizga kirib kelgan agressiv kimyoviy vositalar. Bularning hammasi gormonal buzilishlarga olib keladi. Yuqorida sanab o'tilganlarning hammasi ko'krak bezi saratonining yosharishiga olib kelmoqda. Nima qilish kerak? Zamonadan orqada qola olmaymiz. Organizmni toksinlardan tozalaydigan muolajalarni olishga harakat qilish kerak. Tabiiy mahsulotlarni yeyishga harakat qiling. Ichki sekretsiya bezlarining normada ishlayotganini oddiy qon analizlari orqali tekshirib turish, oshqozon ichak sistemasida buzilishlar, ich qotish, og'iz achchiq bo'lishi, kekirish va hokazo klinik belgilar bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qiling. Ushbu klinik belgilarni bartaraf qilish uchun imkon boricha kimyoviy dori preparatlari bilan emas, balki detoksikatsiya, ichak tozalash muolajalari, jubash, to'g'ri ovqatlanish, tabiiy soklar hamda oziq-ovqat mahsulotlari yordamida 6 oyda yoki hech bo'lmaganda 1 yilda bir marta to'liq check-up, ya'ni qon analizi, UZI tekshiruvlardan o'tish lozim. Shunda kasalliklarni erta aniqlash imkoni mavjud bo'ladi. Kasallikni o'tkazib yuborgandan ko'ra erta aniqlaganda davolash va to'liq ijobiy natijalarga erishish mumkin. Nasaf med klinikasida to'g'ri tashxis qo'yish va aniq davolash uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Nasaf med klinikasining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'ling va foydali ma'lumotlarni yaqinlaringizga ulashing.